Salom do'stlar, sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov O'zbek kanali. Bugungi videoda biz mana shu o'zimiz yig'ayotgan akkauntda birin-ketinlikda futbolchilar full qilayotgan akkauntimizni ko'rib turganingizdek, sezon pass ochib oldik va sezon pass sovg'alarini olamiz. Biz hozirda bizga olmos emas, tangalar muhimroq. Shuning uchun tangalar bor joyda tangalarni olamiz. Birin-ketinlikda jigarlar, ko'rib turganingizdek sezon pastda bu mavsum Rafinha va Alvaresning pushtirang kartasi kelgan. O'sha futbolchilardan birini hozir olib full holatiga yetkazamiz. Videoga albatta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi yilgacha, ya'ni 31-dekabrgacha 1000 ta bo'lishni orzu qilib turibman jigarlar. Sizlardan yordam kutib qolaman. Men esa videolar qo'yishda davom etaman. Xo'p, scout bu yerda albatta scout olib olamiz va 1000 ta tanga yoki 40 ta olmos, 1000 ta tanga special coach bizga kerak, chunki Alvares yoki Rafinha chiqqanda ularni kuchaytirishga 1000 ta tanga bu yerdan ham va mana endi Rafinha yoki Alvares. Hop, bizda Argentina chiqib kelmoqda va bu Julian Alvares. O'zimiz xohlagandek qilib kuchaytirish imkoniyati bor, chunki dagi oddiy kartasi ham 84, bu kartasi ham 84. Nimaga olyapsiz, nimaga kuchaytiryapsiz? Buni kuchaytirishga ko'proq tanga olmos ketadi-ku deydiganlar uchun Alvaresni kuchaytirganda o'zingiz xohlagan darajalarni kuchaytira olasiz. Deyarli ideal holatda kuchaytirsa bo'ladi. Oddiy kartasini esa faqat fitnessga kuchaytirsangiz 400 chiqib qoladi, pastdan kuchaymay qoladi. Xuddi shunday endi 4 talik kuchaytirish bosqichidan boshlab olamiz. Birin-ketinlikda olmoslarni hozircha ishlatmay turamiz. Menimcha kuchaytirishlar yetadi, yetmaganiga olmos ishlatamiz albatta. Xo'p, birinchisida ko'rib turdingiz, yaxshi narsalaringa tushdi. Control, acceleration va juda yaxshi 3 talik kuchaytirish, ya'ni ikkinchi kuchaytirish. Mana bu yerda fitness bosilib ketdi. Adashib yubordim jigarlar. Oddiy fitness bosilib ketdi. Xo'p, bu yerda speed, acceleration va pas darajasi chiqmoqda. Pas darajasiga kuchaytirish bosmaslikka qaraymiz, ya'ni pasiga kuchaytirish tushadigan bo'lsa 5 ta 100 chiqmay qolishi mumkin. Pasini keyinchalik ham kuchaytirishimiz kerak. Biz hozir tezlik, tezlanish, stamina va kontrol, shot, ya'ni zarba darajalari 5 ta darajasini 100 chiqarib olsak, o'ta ideal kuchaytirgan bo'lamiz. STR, pas va takling darajalariga tushirmaslikka harakat qilamiz. Pas darajasiga birozgina tushsa mayli, 88 lar bo'lib ketsa, 90 eng ideal kuchaytirganda pas 90, STR 72, ya'ni STRga bitta, qolgani pasiga ketganini ko'rgandim. Endi mana bu yerdan training bazasini ko'tarib olamiz. Biroz bizga kuchaytirishlar arzonroq bo'lishi uchun va 75 ta va 150 ta olmosni ham bosib yuboramiz mayli. Qaysi taktika ma'qul? Mana shu taktika biroz yoqdi menga va mana shu taktikada training bazasini kuchaytirib oldik. Va endi yana kuchaytirishlar bosishda davom etamiz va bizda 3 talik kuchaytirish bosamiz. 360 ta olmos bo'ldi. Zarba va pas chiqmoqda bizga. Pas kerak emas, 3 talikdan kontrol, zarba. Yo'q, bittalikdan bosar ekanmiz. 3 talik bosibman yana. To'g'rirog'i, eng oddiy kuchaytirgich, o'rtacha kuchaytirgich va legendarniy zo'r kuchaytirgich deb ataganim ma'qul ekan. Shunday qilamiz, bittalik, ya'ni oddiy kuchaytirish bosamiz. STR darajasiga tushmoqda yana bir marotaba va legendarniydan bosib ko'ramiz. Tezlik, acceleration va zarba. Juda yaxshi holat. Bizda birinchi 100 chiqmoqda va bu 100 acceleration, ya'ni tezlanishidan bo'lmoqda. Endi 3 talik kuchaytirgich, stamina, zarba darajasi va bittalikdan bosganimiz yaxshi ekan. Shot va speed yoki stamina. Staminaga bosamiz mayli. 3 talikdan 3 ta kuchaytirishimiz imkoniyatimiz bor va break horse berildi. Ideal kuchaymoqda hozircha futbolchi Julian Alvares. Menimcha 5 ta 100 chiqara olamiz va shu yerda bittalik kuchaytirish yana bir marotaba bosib yuboramiz. STR va speedga. Speed 98 bo'ldi. Kontrol, stamina va pas darajasi chiqib qolmoqda. Menimcha pasga bossak ham bo'laveradi.
500 aniq chiqaramiz desa ham bo'ladi. Speed va control. Va Alvarez menimcha kontrol 99, pas darajasi 98. Uncha yaxshi kuchaymadi. 100 chiqmay qolishi ham mumkin va endi bittalik kuchaytirish bir marotaba bosib ko'ramiz. Kontrol va pas darajasiga beramiz bu kuchaytirishni va endi so'nggi 3 talik kuchaytirgichdan bosib ko'ramiz, ya'ni o'rtacha kuchaytirgichdan. O'rtacha kuchaytirgich STR chiqmoqda. STR, pas va staminani tanlab olamiz va qani bosib ko'ramiz albatta. Julian Alvarezdan stamina darajasiga tushadimi kuchaytirish? Staminani mana shunday qilib bosib ko'raylikchi va hamma darajasiga qo'shdi va Alvarezdan 500 chiqarib oldik. O'ta chiroyli kuchaydi Alvarez. Alvarezni mana shunday kuchaygani uchun bitta skrinshot olamiz. Albatta bu skrinshot Telegram kanal uchun. Telegram kanal silkasi kommentariyada pin holatda bo'ladi va video описаниесida bo'ladi. Telegram kanalimga ham bemalol o'tib qo'yishingiz mumkin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ying jigarlar. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.